15 yoshli qizning oshqozonida yarim kilo soch aniqlandi. Men Orziqulov Elyor Ismatullaevich, gastroenterolog endoskopiya shifokoriman. 11 yillik ish tajribamda bunaqa holat ikkinchi marta uchrab turibdi. Ya'ni bu kasallik oshqozonda sochlar to'plami yig'ilib qolishi hisoblanadi. Fan tilida trichobizoar deyiladi. Buning asosiy sababi sochning og'izga solinishi va kam miqdorda yutilishi hisoblanadi. Bu sochlar oshqozonda hazm bo'lmasdan sekin-astalik bilan ma'lum hajmga yetib bezovtalik bera boshlaydi. Oylar, hattoki yillar davomida bu qizning oshqozonida yarim kilogacha hajmga ega bo'lgan yot jism aniqlandi. Bu bemor bizga murojaat qilganga qadar har xil tashxislar, har xil shifokorlarda davo olgan, qilingan davolarga qaramasdan bu bemorda o'zgarish bo'lmagan. Bu bemorda asosan epigastral sohada og'irlik hissi, ovqatning hazm bo'lmasligi, ko'ngil aynish va qayt qilish kabi shikoyatlar bo'lgan. Bunaqa holatda yot jism, ya'ni sochlar to'plami agar oshqozonda katta miqdorda bo'lsa, jarrohlik aralashuvi bo'ladi. Agar kamroq miqdorda bo'lsa, endoskopik yo'llar bilan olib tashlash mumkin. Hurmatli ota-onalar, bunaqa holat bo'lmasligi uchun farzandingizga e'tiborliroq bo'ling. Soch va tirnoqlarini og'ziga solishiga befarq bo'lmang.